Onyx mexanika haydaydiganlarning hozirgi eng katta muammolaridan bittasi sceplение, ya'ni vyjimnoy подшипник ketib qolish bo'lyapti. Juda ham ko'p uchrayapti. Sababi sifatsiz, bilmadim, sifatsiz deymizmi yoki noto'g'ri dizayn deymizmi? Mana shu vyjimnoy подшипникka qo'yilgani, bu original, o'zidan yechilgani, mana shu orqadagi sandigidan qo'yib yuboradi. Yo'q. Buni orqasidan glavniy silindr ham ketib qolyapti. Glavniy silindrning ichidagi plastmassa rezinkalari qo'yib yuboradi. Nima yechim bo'lishi mumkin? Yechim uni vyjimnoyni alishtirish kerak. Hozir bozorda ikki xil vyjimnoy bor. Bu Xitoy varianti, korobkasini ham mana GM original beradi, 4556 nomerli. И bozorda Braziliyaniki bor, xuddi shu ko'rinishda. Sifatiga ham e'tibor beringlar, sifati ham boshqacha. Bunda kam muammo qaytarilyapti, buni qo'yganlarda muammo ko'p qaytarilyapti. Lekin zavod undan ham boshqacha yechim bergan. Bugun o'sha kontent olishga kelganimizda Onyx mexanika haydaydiganlar uchun juda ham zo'r ma'lumot bo'ladi. Podpiskani bosib qo'ysanglar, mexanika haydaydiganlarga jo'natib qo'ysanglar, juda ham foydali bo'ladi. Tez kunda o'sha videomiz chiqadi.